ayollarda ham, yoshlarda ham aynan hayz bilan bog'liq muammolarni Agar o'sha er-xotin bir-biri bilan ajrashmasdan yashash niyati bo'lsa, bittagina dori bilan davolansa bo'ladi, to'g'rimi? bo'lsa, eko sababi bo'lsa, bo'lib ketadi. Deylik, hayzni kechikib kelishi yoki uni miqdorini ko'p bo'lishi yoki Har doim hamma joyda o'zini mikroflorasi bor. siz ginekologlarga yosh qizlardan borsa, tinchlikmi deb so'rab qolishadi-da. Kasallarning muammosi shunaqa qiluvdim, shunaqa bo'ldi deb kelishadi. Buni asl sababi nima? Ularni o'sishini har doim bosib turish kerak. Xavfli muammolar kelib chiqishini oldini olish imkoniyati aynan qizlik davrida bor. Bu kishishni florani o'zi ichgan antibiotikingiz o'ldiradi. Qizlarni o'tish davrida Ko'rinish kerak bo'lgan muammo. shu borada gapirgisi keladi, lekin gapirisha olmaydi. Shuning uchun har doim sababini qilish kerak. To'g'ri, bu haqida juda ham ko'p gapirilgan. Lekin u sizni bezovta qilish kerak emas. Aynan bepushtlik bilan bog'liq muammolar juda ham ko'payib ketibdi. Qanaqadir flora o'syapti. Lekin hali hamon oxiriga yetilmagan. Assalomu alaykum. Bugun aynan ayollarimiz tomonidan eng ko'p uchrayotgan muammolari, ularning savollariga javob olish maqsadida studiyamizga 20 yillik tajribaga ega oliy toifali shifokor, ginekolog, reproduktolog, preventiv shifokor Nodira Azimovnani taklif qilganmiz. O'ylaymizki, bugun hamma uchun manfaatli bo'lgan ajoyib bir suhbatni quramiz, savollarga javob olamiz, to'g'rimi? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Avvalambor savollarga o'tishdan oldin preventiv shifokor deb sizga ta'rif berdim. O'zi preventiv shifokor kim, nima ish qiladi? Preventiv shifokor bu preventage so'zidan olingan ingliz tilida. Demak, qarilikni oldini olish, umrni uzaytirish, meditsina shunga qaratilgan. O'zi meditsina har bitta tibbiyot xodimi bemor bilan ishlaganda albatta bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olib, o'sha bemorni umrini uzaytirishga harakat qilish kerak. Ko'proq bu yoqda profilaktika nazarda tutiladi. Kasalliklarni oldini olish. Kasallikni oldini olish deganda nimagadir o'zbek ayollar bunga jiddiy e'tibor qilmaydigandek nazarimda, to'g'risini aytish kerak. Afsusda bo'lsak ham aynan kasallikni o'tkazib yuborib, uydagi hamma kirlarni yuvib bo'lib, hammani joy-joyiga ishiga jo'natgandan keyin dumalab qolgandan keyin afsuski shifokor huzuriga kelishadi. Bu aynan o'zbek ayollariga xosmi yoki umuman butun dunyoda shunaqa muammo bormi? Ayollar nima sababdan shifokorlarga bunaqa kasallikni oldini olish bo'yicha emas, aynan kasallik o'tib ketgandan so'ng murojaat qilishadi? Bu juda qiyin savol. Bu individual, har bitta ayol uchun hamma haqida gapirmoqchi emasman. To'g'ri, bizda aksariyat ayollar shunaqa. Agar sizni hech narsa bezovta qilmasa, muammolaringiz bo'lmasa, salomatlik tarafidan, uyingizdan, bolalaringizdan, ro'zg'oringizdan ortib, yana pul to'lab, klinikalarga borib, soppa-sog' odam o'zini o'zi tekshirtirish bu erlari uchun ham menimcha g'alati bo'lsa kerak. Shuning uchun ham ayollar qachonki bu narsa уже bezovta qilib yoki temperatura yoki kuchli og'riq, juda ham kuchli og'ir ahvollarga kelgandagina murojaat qilishadi. Lekin aslida tibbiyot kasallikni oldini olish bizga arzonroqga tushadi. Har bitta ayol uchun ham osonroq, ham arzonroq hisoblanadi. Uning uchun masalan har bitta ayol emas, даже yosh bolalarni tug'ilgandan boshlab tekshirib, bir yilda bir marta ko'rikdan o'tkazib, biz masalan endemik zonadamiz, qalqonsimon bez qanaqa ishlayapti, funksiyasi, faoliyati qanaqa, issiq zonadamiz, lekin bizda plyajlar yo'q, demak vitamin D defitsit zonadamiz, vitamin D ahvoli qanaqa. Oddiy mana shu har bitta vitamin, minerallar o'sha yeyishimiz e'tibor bermasdan yillar davomida to'planib ma'lum bir kasalliklarga olib keladi. O'sha bizda simptomi bor vaqtda davolanmaydi. Qachon asoratga o'tgandan keyin, masalan, oddiy semirish yoki insulin rezistent holat yoki hayz narusheniya bo'lyapti, buzilib kelyapti. Bu hali kritik holat emas, bu bilan yashasa bo'ladi. Demak, hech qanaqa muammo yo'q deb o'ylashadi. Даже ayrim ayollar qon ketsa ham, bir oylab qon ketib yurgan taqdirda ham o'zi to'xtab qoladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri narsa. Chunki endi o'sha qaysidir kasallik rivojlanib bo'ldi. O'sha asoratlanib bo'ldi. Ana o'shani davolash menimcha qiyinroq. Oldindan har yili bir marta hech bo'lmasa ginekolog kresloga chiqib, UZIda ko'rinib, 40 yoshdan oshgan ayollar mammografiya deymiz, 35 yoshdan 30 yoshdan oshgan ayollar bir yilda bir marta hech bo'lmasa UZI ko'krak bezini qilsa, matkani qilsa, ancha muncha kasalliklarni oldini olgan bo'lishardi.
Shu savolni ham bermoqchi edim. Agar deylik o'sha asoratlar boshlangandan so'ng emas, operatsiya jarayonigacha yetib kelgungacha emas, biroz avvalroq kelishsa, bittagina dori bilan davolansa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, albatta. Endi bittagina dori bilan demayman. Endi kichkina. Da, bunda faqatgina mana shu simptomlarni davolash. Masalan, insulini balandmi, insulin tushiriladi. Gormonlarda o'zgarishmi, gormonlarni o'zgarishi davolanadi. Bu narsalarni hammasini davolamasa, insulin uzoq baland bo'lib yursa, bu saharlik diabetga olib keladi, qand kasalligiga. Uni уже davolashda iloji yo'q. Bir umr уже qandli diabet kasalligi bilan. Estrogenlar almashinuvi buzildimi, demak bularning oqibatida har xil mioma, kista, ko'krakda muammolar kelib chiqadi. Oddiy qabziyatning orqasidan ham, masalan, qabziyat ichi qotib yuradi. Bu уже shlaklar, ortiqcha musor, organizm ishlab chiqargan har bitta metabolit jigardan keyin o't yo'li orqali ichakka tushib chiqib ketishi kerak u narsa. Lekin ayollar shu qabziyatni ham bu oddiy holat deb o'ylaydi, chunki ularni unchalik bezovta qilmasa kerak. Bu ham уже gormonlarning o'zgarishiga olib keladi. Gormonlar уже ko'payib ketadi organizmda. Bu turli o'simtalarga olib kelishi mumkin. Umuman ayollarda ham, yoshlarda ham aynan hayz bilan bog'liq muammolarni ko'p kuzatishimiz mumkin. Deylik, hayzni kechikib kelishi yoki uni miqdorini ko'p bo'lishi yoki umuman kelmasligi bilan bog'liq kasalliklar deymizmi, shunaqa muammolarga uchrashadi. O'zi buni asl sababi nima? To'g'ri, bu haqida juda ham ko'p gapirilgan, lekin hali hamon oxiriga yetilmagan. Og'riqlar bo'ladi. Qiz bola o'zi balog'at yoshiga yetgandan keyin mana shu reproduktiv tizim, demak, qiz bolani jinsiy organlari to'g'ri rivojlanyaptimi, orqada qolmayaptimi yoki ilgarilab ketmadimi, bularning hammasi bizda hayz sikli bilan bog'liq. Hayz kelishi bilan, necha yoshda kelishi bilan, masalan, o'z vaqtida keldimi, demak, reproduktiv tizim to'g'ri ishlashni boshlaydi. Bu 12 yoshdan 15-16 yoshgacha deymiz. Lekin menda shunaqa holatlar ham bo'lgan. 7 yoshda ham kelgan hayz, 8 yoshda ham kelgan. Bu juda erta hisoblanadi. Bu norma hisoblanmaydi. Bu nimasi bilan xavfli? Tuxumdon demak ishga tushib ketdi. O'zi estrogen ishlab chiqarishni boshladi. Demak, estrogen kalsiyni organizmda ushlab qolishini ko'paytiradi. Kalsiy qizlarda aynan o'smirlik o'sadigan davrda o'sish zonalarini tezroq yopilib qolishiga olib keladi. Shuning uchun ham bunaqa qizlarda bo'yi past bo'lib qolish xavfi bor deyiladi. Shuning uchun biz har doim hayzni kelgan vaqti biz uchun qiziq. O'z vaqtida keldimi yoki oldin keldimi? Keyin qizlarni tana tuzilishi ham, masalan, yosh qizlar o'sish davrida, mana shu perihodnoy возраст deymiz, 30 yoshida yelkador bo'lib ketishni boshlaydi. Qandaydir o'g'il bola sifat bo'lib o'sishni boshlaydi-da. Mana shunaqa davrda ham bu ham norma deb bo'lmaydi. Bu ham tuxumdonlarning ishi buzilishidan, balkim buyrak usti bezida muammolari bordir. Bu testosteron organizmda ayollarda estrogen, ayollik gormoni, testosterondan birinchi testosteron hosil bo'ladi. U keyin o'zini fermentlari bor, aromataza ferment orqali estrogenga aylanadi. Mana shu jarayon buzilib qoladi ko'pincha qizlarda va testosteron yig'ilib qoladi organizmda. Shuni hisobiga qizlar o'sish davrida o'g'il bolaga o'xshab, yelkador, mana basketbolistlarga o'xshab o'sishni boshlaydi. Bu ham norma emas. O'sishiga ham ayollar. Endi onalar ko'proq e'tibor berish kerak qizlarga. Necha yoshda keldi, qanaqa keldi, qiz bola qanaqa o'syapti, hammasiga. Keyin birinchi boshlangan paytida hayz sikli biz 1 yil, 2 yil muddat beramiz tuxumdonga. Chunki tuxumdon endi o'z ish faoliyatini boshladi. Har xil o'zini ritmini topib olish kerak. Ayrimlarda 25 kunlik, ayrimlarda 28 kunlik, 30 kunlik bu ritmni tuxumdon o'zi organizmdan kelib chiqib tanlab oladi. Hammada har xil. Mana shu ritmni tanlab olishga yo'l qo'yib berishimiz kerak. 1 yil, uzog'i 2 yil. Lekin ayrim holatlarda ko'p ko'raman, shu davrda ham gormon уже ichishga ulgurgan qizchalar bo'ladi. Bu noto'g'ri. Darrov gormon preparatlarga biz yugurib ketmaymiz. Tuxumdonga aksincha mana shu preventiv podxod degani ham shu. Nima uchun tuxumdon o'zini ishini ishlay olmayapti? Sababi qayerda? Nima yetishmayapti? Qalqonsimon bezida muammo bormi? Jigarida muammo bormi? Balkim o'sha qizning ichi yaxshi yurmas. Mana shu muammolarni davolash. Ginekolog deganda muammo bilan kelsa, faqat bu matka, tuxumdon qinamas. Chunki tuxumdonning ishi qanaqa ishlasa, bu o'zini ko'rsatadi matkada va ko'krak bezida.
Ko'krak bezida muammo bormi? Bu faqat mammolog emas. Bu yerda demak tuxumdon yaxshi ishlamayapti. Tuxumdon yaxshi ishlamayaptimi? Demak unga qalqonsimon bez xalaqit berayotgan bir-biriga bo'lishi mumkin. bog'liq. Qalqonsimon bez yaxshi ishlamayaptimi? Demak jigarda muammolar bo'lishi mumkin. Hayot tarzimiz ham oddiy, uxlab turish ham, nima ovqatlar yeymiz. Masalan, hozir ovqatlanish oldingiga nisbatan o'zgargan. Ortiq ovqatlanish madaniyati deymizmi? Oldin masalan suxomyatkalar, fast foodlar, gazli ichimliklar, har xil Pepsi, Cola, Fanta. Undan keyin har bitta ichimlik oldin shisha idishda bu sotilgan. Hozir oddiy baklashka, plastmas. Bular ham hammasi plastik. Bular ham bizni hayot tarzimizga sezilmaydi-yu, lekin o'zini nima deydi, zararini ko'rsatadi. Shuning uchun ham hozirgi avlod, yosh avlodda men o'ylayman, mana shu ayniqsa uxlash tarzi, mana bu telefon, notebook hammasi o'zgarib ketganda. Oldingidaqa emas. Hozir umuman jarayon tezlashib ketgan. Ana o'shaning uchun ham oldingi insonlar bilan solishtirib davolanmaydi-da hozir. O'sha taktika ham o'zgargan. Biz endi nechida uxlaysan, necha marta iching keladi, nima ovqat yeysan, hammasiga o'zi e'tibor berishimiz kerak. Birinchi o'rinda shular buzadi hayot siklini. Qanaqa? Chunki bu yerda defitsitlar kelib chiqadi, demak organizm o'zi vitamin, minerallar ishlab chiqarmaydi organizm. Biz hammasini ovqatdan olamiz. Birinchi o'rinda mana bizning organizmimiz vitaminlar ishlab chiqarmaydi. Demak biz hamma vitaminlarni ovqatlardan olamiz. Vitaminlar bo'lmasa, yetishmovchilik bo'lmasa, bizda kimyoviy reaksiyalarda har doim kofaktor, koferment bo'lib, vitamin, minerallar ishtirok etadi. Demak, o'sha reaksiyalar 100% bajarilmaydi. Demak, organizmda o'sha o'zgarishlar boshlanadi. Birinchi fundamentlar bolalikdan boshlanadi. Shuning uchun yosh bolaligidan ovqatlanishga, o'sha tug'ilgandan emizishga, emizayotgan ona nima ovqat yeyapti? Faqat Rolton bilan yoki Pepsi shunaqalar yeb o'tiribdimi yoki kerakli narsami? Chunki bizning organizmimizga foydali yog'lar kerak. Lekin ko'pchilik qizlarda hozir nima deydi, qomatimi noto'g'ri bo'lmasin deb yog'siz narsalarga ko'proq e'tibor berilyapti. Bilib-bilmay diyeta qilishadi. Diyeta qilishadi. Bu noto'g'ri narsa. Chunki organizmda gormonlar almashinuvida gormonlarni eng birinchi xom ashyosi bu xolesterin hisoblanadi. Xolesterin esa bizda qayerdan keladi? Bizni o'sha yeyotgan oddiy jizza ham eng zo'r masalan siryog' hisoblanadi. Bu xolesterin bu zararli xolesterin emas. Bu faqat foydaga ishlaydi. Mana shuni ham yeyishmaydi ayrim bolalar. Demak, xolesterini kam, gormon ishlab chiqarilishi ham kam, xom ashyo kam, gormon kam. Kechqurun uxlamaydi vaqtida, kortizol uzoqroq chiqib ketdi. Kortizol ishlab chiqarish uchun xom ashyo kerak. Nima qiladi? Ayollarda progesteronni o'g'irlaydi xom ashyo uchun. Demak, progesteron kamayib ketadi. Yana tuxumdonlarda buzilish. Mana shuning uchun endi fast food bo'lgandan keyin o't qopi diplanib yotadi. Ichi kelmaydi vaqtida. Ichi kelmayaptimi? Demak, bir kechagi axlat chiqib ketmadi, musor. Nima deydi? Metabolitlar har bir kunlik chiqindi axlat orqali chiqariladi. Chiqmadimi, u yana 2 kundan keyin o'ziga qayta so'raladi. Yana intoksikatsiya boshlanadi, zaharlanadi. O'shaning uchun bu oddiy deb tuyulgan narsalarning hammasi katta kasalliklarga fundament qo'yib beradi. Oddiy mana shu biz o'ylayotgan narsalar. Bular hammasi nima uchun? Ginekologiyada aytiladi, semiz ayollar bu risk onkologiyaga. Semiz ayollarda. Chunki semizmi bu ayolda ertaga endometriy raki, bachadon raki bo'lish xavfi ko'proq bo'ladi. Chunki bularda bizning yog'larimiz, ayniqsa qorin atrofidagi aktiv bo'ladi. Ular ham estrogenni eng yomon formasi estron oraliq metabolitini ishlab chiqaradi. Ayniqsa qondan qolgan ayollarga. O'shaning uchun men har doim aytaman, yoshi katta bo'lgandan keyin semirish bu norma emas. Norma emas, umuman semirish kerak emas, chunki bu bizning organlarimiz uchun juda ham zarar. Agar hayz sikli ko'p kelyapti, demak bachadonda shilliq qavati bor, qoniydigan qavati. Mana shu qavat har 28 kunda yangilanib turadi. Bu bachadonning shilliq qavati o'zi aslida tabiat yaratgan, o'sadi nima uchun? Homila kelib yopishish uchun. Demak, homilador bo'lmadi ayol, gormonlarni
keskin pastga tushishi kuzatiladida. Mana shu homila uchun tayyorgarlik ko'rgan bachadon o'zini o'sha shilliq qavatini chiqarib oladi. Qon ko'rinishida chiqib ketadi va o'sha chiqib ketishi bilan yana qaytadan keyingi siklimizga yana yig'ishni boshlaydi o'sha homila yopishish uchun. Vdrug homilador bo'lsa kelib yopishadi. Mana shu ayol, ko'pincha ayollarda mana shu qavat endometriy qavati yallig'langan bo'ladi. Yoki endometriy qavati keragidan ko'p o'sib ketadi. Bu ko'p o'sib ketishiga sabab biz o'sha yana hayot tarzimiz, gormonlarning almashinuvi buzilishi yoki poliplar paydo bo'ladi yoki submukoz shilliq qavatni tagida miomalar o'sishi boshlaydi. Bular hammasi qon ketishiga olib keladi. Me'yordan ko'p ketishiga. Shuning uchun ayollar qon ko'p ketdimi, bir oy ketsa ham yurishi bu уже men uchun nonsens. Bu bo'lishi kerak bo'lmagan narsa. 5 kun, 7 kundan oshdimi va 5 kun, 7 kun davomida siz har kuni 3-4 mahal prokladka almashtiryapsizmi? Bo'ldi, bu уже qanaqadir kasallikni belgisi. Agar shu belgi bo'layotgan vaqtda ham o'tkazib yuborsangiz, unda уже siz tayyor turing, yo onkologiya 3-darajaga o'tib ketishingiz mumkin, endometriy raki yoki mioma submukozning o'sib ketayotgan bo'lishi mumkin yoki poliplar, boshida polip bo'lib keyin onkologiyaga o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun u onkologiya bo'lgandan keyin уже kech. Siz уже qancha ishga yugursangiz ham, qo'lingizda pulingiz bo'lsa ham hech kim yordam bera olmaydi. Buyog'i уже hisobli bo'ladi qolgan. Oldin olish kerak, oldin. Har doim oldin olish kerak. Yana bir savol, dugonalarim orasida har doim hayz kelgan davri ikki xil turga bo'linardi. Biri yotib, dumalab, o'ranib, juda yomon ahvolda og'riqli yotardi. Ikkinchi dugonam har doimgidek hayzim keldi deb, lekin o'sha aktiv hayotini davom ettirardi. Qaysi biri norma, qaysi biri noto'g'ri? Hayz kelgan vaqtida og'riqlar bo'ladi, lekin sizni bezovta qilish kerak emas. Va og'riqlar birinchi kunlarda bo'lib o'tib ketishi kerak. Agar hayz boshlangan kundan oxirigacha ham og'riqli bo'lsa yoki predmenstrualniy sindrom deyilgan o'zi kasallik bor. Buni bir necha xil formasi bor. Faqat og'riq emas, ko'krak bezida shishlar bo'lishi mumkin, qorni shishishi mumkin, ichi ketishi mumkin, asabiy yoki depressiv holatga tushib qoladi bir xilga ayollar yoki nimalardir yegisi kelishi. Bu уже hammasi bildiradiki, sizda gormonal o'zgarishi oqibati nimani oqibati? Sizni defitsitlaringiz, sizni hayot tarzingiz. Lekin bitta kasallik bor, endometrioz, bu adenomioz. Hozir juda ko'p uchraydi. Yosh qizchalarda ham, masalan, endi biz yonimizga keladi turmushga chiqqandan keyin, bepish bo'lgandan keyin, bepishlik bo'lib уже homila bo'lmayapman deb kelganda ko'ramiz. Shunda sekin so'raganingizda qizlik davrimdan hayzim og'riqli bo'ladi. Shunaqa yoki ko'p keladi. Mana shu qizlarda ko'pincha biz endometrioz, adenomioz, endometrioidni kistalarni ko'ramiz. Shuning uchun boshida qizlarda уже boshlandimi shunaqa kasal og'riqli kelishi. Demak, bu yerda nimadir muammo yo'qmikin deb albatta ko'rikdan o'tish kerak va kuzatib turish kerak. Chunki endometrioz kasalligi birinchi ko'rikdayoq sizga mana men borman deb ko'rsatib bermaydi. U sekin-sekin rivojlanadigan, u sizning immunitetingizga bog'liq, defitsitlaringizga bog'liq. Endi og'riqni o'zi tegi nima sababdan og'riydi? Bu matkani qisqarishi. Matka qisqarish. Kimlardadir juda ko'p qisqaradi, kimlardadir kam qisqaradi. Ko'p qisqarishi ham matkani qisqartiradigan bizda prostaglandinlar bor. Ana u prostaglandinlarni ham ko'p chiqib ketishi bu kasallik. Demak, progesteron kam u ayolda. Progesteron kam, prostaglandin ko'p ishlab chiqarildi. Demak, o'sha prostaglandin qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p matka qisqaradi. Progesteron kamligi ham o'sha defitsitlarga bog'liq, qatnosmon bezga bog'liq, sizni hayot tarzingizga bog'liq. Shuning uchun bu norma emas. Sizni bezovta qilish kerak emas. Demak, hurmatli onajonlar, qizlaringizga aynan hayz davrida e'tiborli bo'lishingiz kerak ekan. Shifokorimiz aytib o'tgandek, katta xavfli muammolar kelib chiqishini oldini olish imkoniyati aynan qizlik davrida bo'ladi. Qizlik davrida. Hozirgi statistik ma'lumotlarga qarasak, aynan bepushtlik bilan bog'liq muammolar juda ham ko'payib ketibdi. Har 10 ta oiladan 3 tasi afsuski mana shu bepushtlik bilan lecheniyalar olishadi, shifokorlarga murojaat qilishadi va eng achinarlisi o'zbek oilalarida aynan ayollarni bu borada ko'p nima deydi, aybdor qilishadi. Sen tug'mas ayolsan deb odatda qaynonalar ham, turmush o'rtoqlari ham ajrashtirib yuborishga, oilalarni buzib yuborishga harakat qilishadi. O'zi bepushtlik faqatgina ayol tomonidan bo'ladimi yoki erkaklarga ham bog'liqmi? Erkaklar ham bepusht bo'lishi mumkinmi? Albatta.
bepushtlik juda ko'p yosh qizlar keladi, juda ko'p. Faqat kelinlar tekshiradi. O'zi birinchi o'rinda kelin, ayol kishi tekshirishadi. Ayol kishida muammo topmasa, undan keyin erkak kishiga o'tsagina, erkak kishi rozi bo'lsagina tekshirtiriladi. Bo'lmasam yurishaveradi yillab. Men sog'lomman deb Ha, kelmaydiganlar ham ko'p. Ko'p, shunaqa ko'p. Bepushtlikni ko'payishiga sabab hozirgi kunda men o'zimni fikrim bu hamma haqida gapirmoqchi emasman. Men o'zimni fikrim giperdiagnostika degan narsa borda. Giperdiagnostika bu qizlik davrida operatsiyalarni hozir ko'payib ketishi. Bu imенно tuxumdonda bo'ladigan operatsiyalar. Oddiy folikulyarni kistani ham operatsiya qilib oldirishadi. Endi oldirishadi, uni ham o'zini ko'rsatmalari bor. Qachon perikrut kista deymiz, buralib qolsa, qachon yorilib ketsa, qorin bo'shlig'iga qon ketayotgan bo'lsa, unda mayli, xo'p, unda mayli, unda boshqa yo'li ham yo'q. Lekin tinch holatda ham ozgina og'riq bo'lsa, qizlarni bezovta qilsa, darrov operatsiya aytishadi. Operatsiya bo'lgan qizlarda уже tuxumdon shikastlangan, folikulyar zaxira kamayadi keskin va har bitta operatsiya bo'lgan ayolda operatsiyadan keyin kichik chanoq bo'shlig'ida chandiqlar hosil bo'ladi, spaykalar deymiz. Bu spaykalarning natijasi sizni tuxumdoningiz qolgan bo'lsa ham, ikkala tuxumdonni asrab qolgan bo'lsa ham, turbalar yopilib qolishi mumkin. Bunaqa holatda уже yangi kelin keladi, rentgen qilamiz, ovulyatsiya bor, tuxumdon o'zining funksiyasini bajaryapti. Rentgen qilsangiz turba уже yopiq. Yoki sakta salpings deymiz, turbani uchi yopiq, ichiga suv to'lgan. Uni qutqarib qolish qiyin unaqa turbani. Juda ham qiyin. Masalan, 10 ta ayoldan bitta, ikkitasida mana shu turba operatsiyasini qilganda homilador bo'lishi mumkin. Lekin qolgan 8 tasida yana battar spaychniy jarayon kuchayib ketadi-da. O'shaning uchun men o'ylayman, birinchi o'rinda bo'lar bo'lmas mana shu operatsiyalarni ko'payib ketishi. Qizlik davrida mana shu hayot tarzi yaxshi emas, hayzi buzilsa ham, og'riqli kelsa ham, onalarning e'tiborsizligi va bu holatda albatta tuxumdonda gormonal buzilishlar. O'sish davri, bolaning o'sish davri. Men har doim aytaman, har doim o'sish davri qanaqa bo'lsa, ertaga уже o'sha organ yaxshi o'ssa, yaxshi davrdan o'tsa, reproduktiv funksiyada muammo bo'lmaydi. Ana o'sha boshlang'ich davrda muammo bo'ladi. Lekin erkak kishida ham bu bizda asosiy bu spermatozoid faqat DNK saqlaydigan hujayra, faqat DNKsini bersa bo'ldi emas. Spermatozoid urug'lantirish kerak. Urug'lantirish uchun uni morfologiyasi, tuzilishi to'g'ri bo'lishi kerak. O'sha maqsadga qarab yetib bora olish kerak, harakati bo'lishi kerak va ana shu DNK ma'lumotini to'liq, to'kis, uzluksiz saqlash kerak. Bu DNK fragmentatsiya deydi. Hozirgi bir kuni bitta patsient keldi, er xotin, 3 yildan beri bepushtlik, ayol kishida ovulyatsiya bor. Lekin 3 yildan beri bepushtlik. Men har doim aytaman, hamma patsientimga 1 yildan oshdimi bepushtlik, 1 yil davomida homiladorlik kuzatilmayaptimi? Birinchi sirazi ikkala er xotinni tekshirish kerak. Unaqasi bo'lmaydi. Bu birinchi ayolni tekshirsangiz, unda vaqt yo'qotasiz siz. Chunki bu yerda ikkita parani обязательно ikkita parani albatta teng tekshirish kerak. Chunki erkak kishida agar количество miqdori zo'r bo'lsa ham, ana shu para haqida aytmoqchi edim, miqdori zo'r, 75%, 80% spermatozoid, lekin DNK fragmentatsiya juda ham baland. Demak, sifati yo'q. Soni ko'p, sifati yo'q spermatozoidlar. Bunaqa spermatozoidlar bilan urug'langan homila ham o'smaydi, rivojlanmaydi. Boshida erta homila tushishlari bo'ladi. Bunda ham ko'pincha biz nima qilamiz? Mana yangi turmush qurdi. DNK fragmentatsiyasi bor bola. Chunki unaqa bola hozir ko'p. Chunki bolalar ham DNK fragmentatsiya bu demak levokarnitin, omegalarning yetishmovchiligi, vitaminli komplekslarning yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Demak, u bola yaxshi yemadi, ovqatlanmadi, yurdi, fast foodlarda, boshqa uylandi. Kichkina srokda o'smay qoldi bola. Nima qiladi onani? Abort qilishadi. Abort agar medikamentozning tabletkali bo'lib, men har doim aytaman patsientlarimga, ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak bemor organizmida. Agar abort omadsiz bo'lgan bo'lsa,
mabodo u qizda yallig'lanish bo'lsa yoki ko'proq qonab ketgan bo'lsa, ko'proq ginekolog uchun har doim ona birinchi o'rinda. Qonni to'xtatish uchun nima qiladi? Ko'proq qirib yuboradi. Ana keyin sizda bachadonda muammolar paydo bo'ladi. Ketdi shu bilan. Muammoni ustiga muammo, yangilar kelib kelaveradi. Uje bachadonning ichida sinyehiyalar deymiz, chandiqlar o'sib ketib qoladi. Yo'da uje operatsiya qilish kerak, mana ketdi muammo. Lekin aslida yana nima bo'ladi? Bu ayol aybdor bo'lib qoladi. Ayol aytadi, buni bolasi o'smaydi ichida, mana abort qildi, endi operatsiya qilish kerak, shuncha pul ketkazib deydi. Lekin aslida u bola o'smay qolish uchun balkim erkakdan aybdor bo'lgandir. Shuning uchun har doim son zo'r deyish kerak emas, u sifatdan bo'lish kerak. Ana o'sha o'zini funksiyasini spermatozoid to'liq bajarib bera olishi kerak. Agar erkak kishida bepushtlik bo'lsa, sog'lom ayolda ham uje bu bepushtlik, kasallik, shans homilador bo'lish shansi tushib ketadi. Boyagi fikrimni davom ettirmoqchi edim, chalg'idim. Har doim bepushtlik bo'lgan ayollarda mana shu parani tekshiramiz deb aytaman-ku. Chunki 5 yillik, 7 yillik bepushtlik хотя бы bir marta bo'lsa ham, agar regular jinsiy hayot bo'ladigan oila bo'lsa, bir marta bo'lsa ham ovulyatsiya bo'lishi kerak u ayolda. Spontanniy bo'lib qoladi ovulyatsiya. Tuxum hujayra tashqariga chiqdi. U kutadi spermatozoidni. Agar spermatozoid yetib bormasa, sifatsiz bo'lsa, endi albatta turbalari ochiq, matka yaxshi bo'lgan ayollarda homilador bo'la olmaydi. Shuning uchun har doim bepushtlik bo'lgan juftliklarda darhol ikkala parani tekshirgan yaxshiroq. Shunda ular vaqtdan ham yutadi. Tezroq o'zini maqsadiga yetishadi. Birovni ayblab oilalar buzilib ketilishi agar yashash niyati bo'lsa, harakatini sababini qiladi. Chunki beradigan bu Alloh. Biz hech qachon berib qo'ymaymiz, urug'lantirib qo'ya olmaymiz. Eko ham hattoki eko ham Allohning buyrug'i bilan agar bo'ladigan bo'lsa, eko sababi bo'lsa, bo'lib ketadi. Bo'lmaydigan ayollarda o'shanda ham bo'lmaydi. Shuning uchun har doim sababini qilish kerak. Agar o'sha er-xotin bir-biri bilan ajrashmasdan yashash niyati bo'lsa, harakatni qilish kerak. Albatta. Biri ayblab yoki sabab qidirish noto'g'ri narsa. U yechim emas. Rahmat Nodira opa, juda ham qiziq suhbat bo'lyapti va kelgan savollardan yana eng ko'pini aynan aksariyat ayollarimiz aynan jinsiy hayotni yo'qligi yoki xohishni yo'qligi, umuman vaginal qichishish, vaginadagi muammolar, jinsiy xohishni yo'qligi yoki kamligi shu borada gapirgisi keladi, lekin gapirisha olmaydi. Bu rostdan ham uyatli mavzumi. Nima sababdan bunaqa muammolar bo'ladi o'zi? Endi bu uyatli deganda bu o'ta shaxsiy muammo. O'ta shaxsiy. Shuning uchun bu muammoni albatta gapirish hamma joyda noto'g'ri, lekin ko'rinish kerak bo'lgan muammo. Shifokorga ko'rinish kerak. Bu muammo bo'lganda albatta shifokorga ko'rinish kerak. Ayniqsa qindagi ajralmalar har doim qanday qilib qiyoslayman? Qinda ajralmalar bo'ladi. Qin hech qachon quruq bo'lmaydi. Qin hech qachon quruq bo'lmaydi, lekin u sizni bezovta qilish kerak emas. Agar bezovta qilishni boshladimi, demak qinda qanaqadir flora o'syapti. Nima deydi, bakteriyami, birorta zamburug', virusni flora o'sayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p ayollarda молочница gribok deydi, zamburug' kasalligi. Zamburug' kasalligi chetdan kelib qolmaydi yoki Garnerella bu ham chetdan kelib qolmaydi. Ko'pincha hidli выделениyaga sababchi bo'lgan kasallik. Bu bizni o'zimizda yashaydigan griboklarimiz. Lekin bizning immunitetimiz ularni o'sishini har doim bosib turishi kerak. Qachon immunitet tushib ketsa, qon kam bo'lsa yoki ichaklarda muammo bo'lsa, mana shunaqa holatlarda griboklar rivojlanishni boshlaydi. O'shaning uchun ular o'zlari uyda nima qiladi? Ko'pincha qizlar, ayollar svecha qo'yishadi, aptekadan olib, o'zlari spritsovaniya qiladi. Keyin hada выделение kelavergani uchun endi kasallarimdan eshitib aytaman-da, o'zim nima deydi? Kasallarning muammosi, shunaqa qildim, shunaqa bo'ldi deb kelishadi. Uy sharoitida o'zlari davolashadi. Davolashga harakat qilishadi. Da keyin juda ham badbo'y hid kelishni boshlaydi. Shuncha qilaman, lekin baribir hidli выделение keladi deb aytadi. Bu hidli выделение kelishiga u ayollarning o'zi sababchi bo'lib qoladi. Chunki har doim hamma joyda o'zining mikroflorasi bor. Siz ichagingiz masalan
ketsa, beskransiya ketib qolmasin deb oldindan antibiotiklar ichib yurmaysiz-ku. To'g'rimi? Bu kishishni florani o'zi ichgan antibiotikingizni o'ldiradi. Kishishni florani o'ldirgandan keyin siz uni tiklash uchun Linux ichasiz, Lactog ichasiz, to'g'rimi? Har xil manba dorilarni ichasiz. Lekin qinda ular shunaqa deb o'ylamaydi. Qinning o'zining mikroflorasi bor. Ha deb u yerga svecha qo'yish, yuvish kerak emas. U siz o'sha mikroflorani o'ldirib yuborasiz. Mikroflora o'lib ketgandan keyin qinda kislotali muhit yo'qoladi. Qin tashqi muhit bilan aloqada bo'lgan organ. Oson infeksiya tushadi. Lekin hamma ayolda har doim выделение bo'lmaydi-ku. Infeksiya tushgan sog'lom ayolda qindagi kislotada o'lib ketadi u infeksiya. Demak, kislota ishlab chiqaradigan laktobacillalari sog'lom va kerakli miqdorda. Har doim mana shunaqa qin bilan mashg'ul bo'lgan ayollarda ana o'sha flora yo'q bo'ladi. Demak, kislotность yo'q, kislota ishlab chiqaradigan laktobacillar yo'q. U yerda ishqoriy muhit hamma infeksiya uchun juda qulay sharoit. Ayniqsa garnirellalar uchun. Garnirella avj olib ko'payadi, rivojlanadi, uni o'ldiraman. Hidli выделение kelyapti deb yana antibiotik ichadi. Antibiotik garnirellani o'ldirmaydi. Nima bo'ladi? Battar immunitet tushib, yana battar ular ko'payadi. Masalan, ko'payadi. O'ziga o'zi sababchi bo'lib qoladi. Oddiy gribokda ham. Nima uchun gribok bo'lyapman? Qonim kamdir. Gribokni o'zi ayollar o'zi boqadi. Shirinlik ko'p yeydi. Mana shu shirinlik oziqa gribok uchun. Eng birinchi o'sha shirinlikni yeyish kerak emas. Gribok bo'lmasligi uchun. Hada bo'ladigan ayollarda birinchi o'rinda gribokni shirinlikni olib tashlash kerak. Birinchi o'rinda. Keyin tekshirish kerak. Ferritin qanaqa, immuniy sistema organizmda qanaqa ko'rish kerak. Defitsitlarda o'tirmayaptimi? Ana o'shalar bilan birga davolasa, hada retsidiv bo'lavermaydi o'sha kasallik. Tez qo'zg'avermaydi. Bir yilda bir marta baribir sog'lomlashtirish kerak ayol kishi o'zini o'zi. Mazok topshirish kerak, tekshirish kerak. Endi quruqlikka keladigan bo'lsak, ayollarda quruqlik bo'lsa, bu yoshi katta ayollarda norma. Fiziologiya, norma emas, fiziologiya. Demak, quruq bo'lishiga sabab u yerdagi bezlar shilliq ishlab chiqarmayapti. Bezlar qachon aktiv, qachon gormonlar bor paytda. Tuxumdonlar ishlab turgan vaqtda. Menopauza davrida bezlar ishlamaydi. Chunki unga gormon yo'q. Qindagi mikroflora ham estrogen bilan ovqatlanadi. Demak, estrogen yo'q, mikroflora yo'q. Qinni shilliq qavati juda ham yupqalashib ketadi. Tez qonuvchan bo'lib qoladi, qurib ketadi. Lekin buni ham davosi yo'q kasallik emas. Albatta chiqish kerak, ko'rinish kerak, davolanib turish kerak. Yoshlarda shunaqa bo'lsa, demak, qidirish kerak. Nima uchun qinda flora kamaydi, nima uchun qurib ketdi? Demak, estrogenlar buzilgan, almashinuvi. Mana shuni tekshirib ko'rish kerak. Libido haqida gapiradigan bo'lsak, bu ham gormonal buzilish. Bu yerda ham gormonlar almashinuvi buzilgan. Bu keyin ayolning psixologik holatiga ham bog'liq. Psixologik holat bizning hayot tarzimizga bog'liq, yashashimizga, qanaqa muhitda yashashingizga. Bular hammasi gormonlarni ham to'g'irlash kerak. Agar stress bo'ladigan bo'lsa ayolda ko'p, stress proteksiya deymiz, stressdan himoyalovchi. Hech bo'lmasa oddiy magniy ichib yurish kerak o'sha ayol. Oddiy magniy, stressdan himoya kerak. Organizm o'zini o'zi himoyalash kerak. Bizda magniy zapasi yo'q. Biz faqat yegan ovqatimizni olamiz. Lekin kechqurun yaxshi uxlamadikmi? O'sha stressdan himoya qilish uchun organizm bor magniysini yo'qib yuboradi. Demak, biz yana magniy yig'ishimiz kerak. Har doimiy stressda yashaydigan ayollarda bu albatta uydagi urush janjal emas, yaxshi uxlamaydigan, masalan, tez kasal bo'ladigan ayollarda ham bu stress organizm uchun. Demak, bularda ham har doim magniy ishlatiladi. Demak, defitsitga kirib ketadi bu ayollar. Shuning uchun har doim qanaqadir sog'lom bo'lgan davrdan boshqacha bo'lib qoldimi, o'zgardimi, nimadir, albatta birinchi o'rinda shifokorga ko'rinish kerak. Bo'lmasam keyin o'zi majbur bo'ladi kasallik kelib chiqqanda. Yuqorida aynan qizlarni o'tish davrida e'tiborli bo'lishi kerakligi haqida gapirildi va shu o'rinda yana savol tug'iladi. Yosh qizlarni necha yoshdan boshlab ginekolog huzuriga olib borish kerak? O'zi bilasiz, ginekologlarga yosh qizlarni olib borsa tinchlikmi deb so'rab qolishadi-da. Shunga fikringiz qanaqa? Ginekologga olib borgisi kelmasa, ayollar pediatrga хотя бы hech bo'lmasa olib borish kerak. Qizlarda agar 12 yoshda, 13 yoshda, 14 o'zini vaqtida hayzi keldi,
hayzi har oy kelyapti yoki 3-4 oyda bir kelyapti. Boshida aytganimdek, o'sha 1 yil 2 yil muhlat beramiz. Lekin 1 yil 2 yilni ichida ham ayrim kasalliklar rivojlanib ketishi mumkin. Agar fundament bo'lsa. Shuning uchun biz ajratib olishimiz kerak. Sog'lom tuxumdon, sog'lom o'zini ritmini tanlayaptimi yoki birorta kasallik bormi? O'shaning uchun oqsayaptimi? Shuni bilish uchun ham hech bo'lmasa ayollar hayzi kelgan vaqtda ozgina hayz sikli buzildimi ko'rsatish kerak ginekologga. Balkim qalqonsimon bezida kasallik bordir. Menda bitta patsiyentim bor edi. Hayz sikli buzilgan, kelgandan keyin normaga tusha olmagan 1 yil davomida. Keyin olib keldida qalqonsimon bezini albatta uzi qilish kerak, defitsitlarni ko'rish kerak. Bu qizda gormonlar ishlab chiqarish uchun organizm tayyormi, yo'qmi, hammasini tekshirish mobaynida qalqonsimon bezda 5 santimetrli tugun. Juda katta. Operatsiya qilib oldirib tashladi o'sha qiz. 13 yasharmi, 14 yashar qizda. Lekin o'sha 5 santimetr bo'lib o'sish uchun qancha vaqt ketgan? 5 santimetr kichkina emas. O'zi qalqonsimon bez 5 santimetr emas aslida. Bundoq olib qarasa, operatsiya qilib olib tashladi ana o'sha qizda. Просто demoqchimanki, hali yoshda bu bolalarimiz hali endi hayotga qadam qo'yyapti. Ular hali qancha umr ko'rish kerak? Umr ko'rganda ham sog'lom umr ko'rish kerak. Baxtli bo'lish kerak. Baxtli bo'lish uchun oilasi, ro'zg'ori tinch bo'lish kerak. Ro'zg'ori tinch bo'lish uchun bolali vaqtida bo'lish kerak. Qizlar ayniqsa. Shuning uchun menimcha bu erta, kech, uyat, unaqa degan bolani bundoq qo'yganda baxtini, ertaga sog'lom bo'lishini oldida bu gaplar hech narsa emas deb o'ylayman. Shuning uchun muammo bormi? Olib borib ko'rsatish kerak. Qizingiz 14 yosh, hayz kelmayapti. Nima uchun kelmayapti? Hech bo'lmasa bir marta matkasi bormi o'zi yo'qmi? Chunki shunaqa qizlar bo'ladi. Men oldimga 22 yoshida birinchi marta uziga olib borishgan. 22 yoshida birinchi marta uziga olib borishgan. Unda ham turmushga bermoqchi bo'lib, uzoq qishloqdan kelgan. O'sha o'zlarini joyida matkasi yo'q qizingni deganda qo'rqqandan ota-ona qizini yetaklab olib kelishdi. Haqiqatda ko'ryapmiz, matka yo'q. O'smagan. 22 yoshda biz ancha vaqt yo'qotdik. To'g'risi hamda keyin dorilar berdik. Har tugul matka o'sdi, lekin endi homilador bo'la oladimi, yo'qmi? Bu yerda muammo juda ko'p. Qizlarda uchraydigan mana shu aytyapman-ku, o'sha o'tish davrida juda ko'p kasalliklarni ilib oladi qizlar. Ana keyin turmush qurgandan keyin bepish nimaga bo'yida bo'lmayapti deb sababini qidirib yurishganda bechora qizni ayblashadi. Men har doim aytaman, bepishlik bu kasallik emas, demak bu nimanidir belgisi. Qaysidir kasallikning belgisi. Agar bu qiz turmush qurmaganda siz o'sha kasallik borligini bilmas edingiz ham, yuraverardingiz. To'g'risi hamda. O'shaning uchun bizda qachon muammo kelib chiqqanda borish bu noto'g'ri. Shuning uchun qaysi keldimi, bir marta ko'rsatib qo'yish kerak. Kelmadimi? Albatta ko'rsatish kerak. Hayzda buzilish bormi? Ko'rsatish kerak. Qizingiz semirib ketyapti yoki o'smayapti bo'yi yoki ikkinchi jinsiy belgilar deymiz, bu ko'krak bezi o'sishi, bo'yni o'sishi, bular hammasi orqada qolyaptimi? Infantilniy qizmi? Albatta ginekologga olib borish kerak. Hech bo'lmasa pediatrga olib borish kerak. Defitsitlar bilan ishlash kerak, hayot tarzini to'g'irlash kerak. Endi bolalarni yoshligidan qarash kerak deb o'ylayman, keyingi hayotga tarbiyalash uchun. Endi yana bir mavzu bor, eko mavzusi. Mana siz ginekolog, reproduktologsiz. Bugungi kunda bu ham rivojlanmoqda. O'zi eko nima? Ya'ni sun'iy urug'lantirish, bu to'g'rimi? Eko kimlarga tavsiya qilinadi va qanday paytda ular o'xshamasligi mumkin? Ya'ni eko bo'lgandan keyin baribir homila bo'lmasligi mumkin. Keling shu mavzuga chuqurroq kiramiz. Eko o'zi nomi bilan ekstrakorporalniy оплодотворение, demak bachadondan tashqari urug'lantirish, shunaqa o'zbekchasiga qilsak, ekstrakorporal urug'lantirish hisoblanadi. Bunda nima? Bunda birinchi bo'lib ko'rsatmalarni ayting. Qachon ekoga ko'rsatma bo'ladi? Bepish juftliklarning orasida. Qachonki mana shu spermatozoid bilan tuxum hujayrani ayol organizmida uchrashuvini ta'minlab bera olmasak. Mana shunga to'sqinlik qiladigan holatlar bo'lsa, biz bu uchrashuvni tashqarida qilamiz. Tushuntira oldimmi? Mana sun'iy uchrashuv bo'ladi. Sun'iy uchrashuv bo'ladi. Mana shuning uchun ham qachon uchrasha olmaydi? Qachonki onada, ayolda trubalari yopiq bo'lsa. Chunki birinchi uchrashuv trubada bo'ladi.
tuxumdon bachadondan tashqarida qorin bo'shig'ida joylashgan. Bu bachadon alohida organ. Bularni ikkalasini bog'lab turadigan bachadon naylari bor. Mana shu naylar yopilib qolgan holatlarda ana o'sha paytda eko maslahat beriladi. Qachonki erkak kishida urug'i kam bo'lsa, foizi juda ham kam bo'lsa, chunki u urug' yetib bora olmaydi. Chunki bizda bachadon bo'ynida sheychni faktor deymiz. Ko'p urug' o'sha yerda o'lib ketadi. Eng aktivi o'tib ketadi o'sha yerdan. Juda kam miqdorda o'tib ketadi. Ana o'zi kam bo'lsa, u yetib bora olmaydi u yoqqacha. Shuning uchun erkaklarda murskoy faktor bo'lsa yoki endometrioz kasalliklarida biz aytamiz, bu ham yana nima deydigan bo'lsak, bu ham trubalarni yopilib, spaykalar hosil bo'lishiga va tuxum hujayralarining sifatini buzilishiga olib keladi. Bunaqa ayollarda uzoq vaqt ketib qoladi, agar ekosiz umrini biz o'g'irlab qo'yishimiz mumkin. Shunaqa paytda qachon ayolni o'zida uchrashtira olmasak, biz tashqarida uchrashishga maslahat beramiz. Endi bunda o'xshamay qolishligining sababi juda ko'p. Birinchi sabab ayolda ham, erkakda ham mana shu jinsiy hujayralari sifatsiz bo'lish. Sifatsiz tuxum hujayra yoki sifatsiz spermatozoid bilan urug'lanib embrion hosil qilsak, embrion mana shu o'sish joyida, jarayonda to'xtab qoladi. Eko o'zi nima degan savolingizda mana biz aytdik, biz stimulyatsiya qilamiz ayol kishini. Endi funksiya bu narkoz ostida bo'ladi. Narkoz ostida bo'lgandan keyin shuncha harakat qilganimizdan keyin biz bitta tuxum hujayra olishni xohlamaymiz. Qancha ko'p bo'lsa bizga shuncha yaxshi. Biz stimulyatsiya qilamiz ko'pgina tuxum hujayra olish uchun dori bilan. Lekin mana shu stimulyatsiya jarayonida ham mana shu tuxum hujayralar yetilishga ulgurish kerak. Yetilib sifatli bo'lish kerak. Chunki tuxum hujayra o'zini razmerlari bor, o'zini belgilari bor. Yetilgan tuxum hujayra urug'lanishga tayyor. Ana o'shanaqa tuxum hujayradan ko'p ola olishimiz kerak. Bunaqa ko'p olishimiz uchun ayol sog'lom bo'lishi kerak. Tuxum hujayra, tuxumdonda kasalliklari bo'lishi kerak emas. Mana bu birinchi faktor hisoblanadi. Mana shu tuxumlarni oldik. Erkak kishidan biz spermatozoidni olinadi-da, XI qilinadi. Bizda O'zbekistonda asosan XI bu mana shu tuxum hujayrani ichiga spermatozoid inyeksiya orqali kirgiziladi. O'zi urug'lantirmaydi. Spermatozoid o'zi urug'lantirmaydi. Bunda biz o'zimiz kirgizib qo'yamiz spermatozoidni tuxum hujayrani ichiga. Mana shu hosil bo'lgan endi hosila o'sish kerak, embrion bo'lish kerak. Embrion bo'lish jarayonini biz kuzatamiz. 2 kunlik, 3 kunlik, 4 kunlik, 5 kunlik yaxshi embrionlarni muzlatiladi. Ana keyin ona tayyorlanib, bachadon tayyorgarlik ko'rgandan keyin bachadonda muammolar bo'lmasa, ona o'zi bolani o'sib, boqib, tug'ishga qudrati yetadigan bo'lsa, biz keyin o'tkazib qo'yamiz mana shu embrionni tayyorlab bachadonni. Mana shu eko hisoblanadi. Demak, mana shu ayol kishidagi muammolar hisobiga yoki erkak kishida. Endi o'smay qolishiga sabab demak o'sha tuxum hujayra, spermatozoid sifatsizligi yoki embrionning o'zidagi muammolar, embrion sifatsiz bo'lib qolishi mumkin yoki embrion o'sha bo'linish jarayonida noto'g'ri bo'linib qoladi. Ana o'sha hisobiga biz noto'g'ri embrionni qo'yib qo'ysak, tekshirmasdan bunda embrion o'sish bo'lmaydi, kuzatilmaydi. Yoki onaning o'zidagi kasalliklar, matkadagi bachadon tayyor emas yoki onaning o'zida autoimmunniy kasalliklari bor yoki gormonlaridagi buzilishlar, defitsitlar, bular hammasi homilaning keyingi o'sib ketish taqdirini hal qilib beradi. Shuning uchun eko qilaman, u bo'ladi 100% degani bu noto'g'ri. Eko qilish uchun ham avval organizm tayyorgarlik ko'rish kerak, to'g'irlash kerak, tayyorlash kerak. Bizning maqsadimiz faqat eko qilish emas. Bizning maqsadimiz o'sha bolani olish. Oxirgi maqsad nima edi? Bolali bo'lish. Ana o'shanda biz eko qildik, udachniy bo'ldi deymiz. Homilador bo'ldi, o'smay qoldi, demak bu zo'r bo'ldi degani emas. Oxirgi mahsulot bu bola. Demak, bolani olishimiz kerak oxirgi etap. Ana o'shanda eko omadli bo'lgan hisoblanadi. Endi tajribangiz haqida ham gapirib keting. Bugungi kunda qancha oilalarni farzandli qildingiz? Men o'zim sanamaganman to'g'risi. 2012-11 beri ishlayotgan bo'lsam, как reproduktolog, ungacha ham ginekolog bo'lib ishlaganman. O'sha paytlardan beri unda eko yo'q edi bizda. Biz har doim tabiiy usulga harakat qilardik. Qilish kerak bo'lsa keyin maslahat berardik, boshqa joylarga chiqib qilishardik. Chet davlatlarda qilib kelishardi, to'g'ri. Kelishardi. Menda ham masalan hozir agar onada o'zi homilador bo'lish uchun qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, bu degani
turbalari ochiq, onani o'zi sog'lom, erkak kishida ham hamma narsa yaxshi bo'lsa, men darrov eko maslahat bermayman. Birinchi o'zini davolashga harakat qilamiz. Agar shunaqa bepushtlik borki, idiopatik, sababi noma'lum, hamma narsa qilsangiz ham homilador bo'la olmaydi. Ana shunaqa oilalarga eko tavsiya beraman. No endi sanamaganman, juda ko'p bilmadim. Endi men o'zim ishimni juda yaxshi ko'raman. Ko'p juftliklarga yordam berganman deb o'ylayman o'zim ish faoliyatim davomida. Agar shunaqa juftliklar ko'rishayotgan bo'lsa, yozishar kommentariyalarda. No, men baxtliman. Avvalambor o'zimni kasbimni juda yaxshi ko'raman. Именно mana shu ishni qilayotganimdan hayotimda mana shunaqangi menga imkoniyat berilganidan juda ham xursandman. To'g'risi. O'zi baxt ulashgan insonlar baxtli bo'ladi. Qancha oilalarga masalan ota-onali bo'lish baxtini nasib etgansiz, endi sababchi bo'lgansiz. Sababchi, albatta berguvchi Alloh. Men sababchi qilganiga har doim xursand bo'lib, shukr qilib kelamiz. Rahmat, to'g'risi o'zim uchun ham juda ham foydali bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldim. O'ylaymanki, bizni kuzatayotgan kuzatuvchilar ham o'zini qiynayotgan qanaqadir muammolari bo'lsa yoki ikkilanishlari bo'lsa, bugun javob olishdi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatimizni 20 yillik tajribaga ega oilaviy toifali shifokor, ginekolog, reproduktolog va preventiv shifokor Nodira Azimovna bilan olib bordik. Avvalambor javoblar uchun, tashrif uchun rahmat. Fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, xulosa qilishingiz mumkin. O'ylaymanki, bugun ko'pchilik o'zini qiziqtirgan yoki o'ylantirib yurgan savollarga javob olishdi. Har bitta ayolning salomatligi bu har doim hamma bemorlarimga aytadigan gapim shu, o'ziga bog'liq. Har bitta ayol o'ziga e'tiborli bo'lishi kerak. Ozgina bo'lsa ham o'ziga vaqt ajratish kerak. O'zini ozgina bo'lsa ham yaxshi ko'rish kerak. Hech bo'lmasa kasal bo'lishni kutib o'tirmasdan 1 yilda bir marta, hech bo'lmasa 1,5-2 yilda bir marta, albatta faqat ginekolog emas, hamma kasalliklarni oldini olishga harakat qilib, inson shunaqa yashash kerak deb o'ylayman. Agar yana savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda shu savollarga javob berishga harakat qilaman. Rahmat, hurmatli ayollar. O'zingizni seving, sog'ligingizga e'tibor bo'ling va albatta shifokor qabuliga kelib turishni unutmang.